Nega ayollar ko'proq sehrga mubtalo bo'ladi? Chunki ayollar tuyg'uga berilib, zaiflik qilib, asir bo'lib qoladi, ta'sirchan. Iroda mustahkam bo'lsa, irodani o'zi bilan ham ancha-muncha sehrni qaytarib yuborsa bo'ladi. Ancha-muncha sehr vasvasa qiladi, boshqa qiladi. Inson iroda bilan yengib yuborsa ham bo'ladi. U siz bilan kurashayotgan sehr kuchi yetmasa qaytib ketadi. Vasvasa qilib ko'radi, u deb ko'radi, bu deb ko'radi. Siz zikr bilan, duo bilan yuribsiz, kamiga aqlingiz bilan, fikringiz bilan siz unga qarshi turibsiz. U sizni uddalolmagandan, sizga haligi ta'sir o'tkaza olmagandan noumid bo'ladi, bo'ldi, bizning kuchimiz yetmadi deb qaytadi ketadi. Bunaqa ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun dam solgan taqdirda ham, dam soldirgan taqdirda ham kishining o'zida ixlos, qat'iyat, iroda bo'lishi kerak. Aql bilan harakat qila olishga o'rganish kerak. Hadeb xayoliga kelayotgan narsaga berilish, menga jintek nimagina sehr bo'lgan ekan deb yotib olish, bu battar qiladi.